Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Biznesga kirish fanidan bugungi mavzumiz eng muhim mavzulardan biri hisoblanadi. Chunki biznesni biz tavakkalsiz tasavvur qila olmaymiz. Demak, bugungi mavzumiz o'zgaruvchan ishbilarmonlik muhitida tavakkal qilish va foyda olish deb nomlanadi. Bu mavzuni biz 3 daraja asosida o'rganamiz. Birinchi, tavakkalchilik tushunchasi va mohiyati. Ikkinchisi, tavakkalchilik turlari. Uchinchisi, tavakkalchilikni boshqarish. Jahon iqtisodiyotida ro'y berayotgan global siljishlar dunyo mamlakatlari iqtisodiyotiga turlicha ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Mamlakatimizda milliy iqtisodiyotni rivojlantirish, korxonalarni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta qurollantirish orqali ishlab chiqarish korxonalari faoliyati tubdan isloh qilib borilmoqda. Bozor munosabatlari rivojlanib borayotgan ayni sharoitlarda ishlab chiqarish korxonalari faoliyati taraqqiy etib borishi bilan xo'jalik yuritishning asosini tashkil etuvchi raqobatning ahamiyati ortib bormoqda. Bunday sharoitda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun tadbirkorlar samarali uslublarni bilishlari, tavakkalchilik chegaralarini aniqlay olishlari, mavjud variantlardan eng maqbulini tanlay olishlari kerak. Bu esa tadbirkorning ishbilarmonlik qobiliyati bilan belgilanadi va har bir tadbirkordan ma'lum darajada bilim va malaka talab qiladi. Demak, bu yerda tavakkalchilikni ta'rifi keltirilgan. Buni aytishdan oldin, demak, xavf va tavakkalchilik tushunchalariga to'xtalamiz. O'zi xavf deganda nimani tushunamiz? Xavf bu zarar yetkazishi mumkin bo'lgan omil hisoblanadi. Tavakkalchilik esa ana shu xavf mavjud bo'lgan sharoitda qaror qabul qilishdir. Ya'ni, xavf bo'lmasa, tavakkalchilik ham bo'lmaydi. Endi tavakkalchilik xavfni baholash orqali yuzaga keladi. Ya'ni, oldin xavflar aniqlanadi, keyin ularning ehtimoli va oqibati baholanadi. Shundan so'nggina tavakkal qaror qabul qilinadi. Tavakkalchilik xavf darajasiga bog'liq. Ya'ni xavf past bo'lsa, tavakkalchilik kam, xavf yuqori bo'lsa, tavakkalchilik ham katta bo'ladi. Masalan, kichik summa bilan biznes boshlash bu past tavakkalni, katta kredit olib biznes ochish yuqori tavakkalni ifodalaydi. Endi shu yerda bir hayotiy misol bilan tushuntirishga harakat qilaman. Aytaylik, dehqon bahorda paxta ekishga qaror qildi. Qanaqa xavflar kutilyapti? Yomg'irni kam yog'ishi, zararkunandalar, bozor narxini tushib ketishi. Demak, bularning barchasi xavf, ya'ni zarar yetkazishi mumkin bo'lgan omillar hisoblanadi. Endi bu yerda tavakkalchilik qayerda? Demak, dehqon bu xavflarni bilgan holda baribir ekin ekishga qaror qabul qildi. Mana shu qaror tavakkalchilikni ifodalaydi. Ya'ni hosil yaxshi bo'lsa foyda ko'radi, hosil yomon bo'lsa zarar ko'radi. Bu yerda tavakkalchilik foyda yoki zarar ehtimoli bilan bog'liq. Endi slayddagi tavakkalchilik ta'rifiga to'xtalamiz. Ya'ni tavakkalchilik kelgusidagi vaziyat noaniq bo'lgan sharoitda pirovard natija yaxshi bo'lishiga umid bog'lab, mol-mulk yoki foydadan mahrum bo'lish xavfini o'z zimmasiga olib amalga oshiriladigan tadbirkorlik faoliyati asosidir. Bu ta'rifni eslab qolishingiz uchun mana shu jumlalarni tahlil qilib ketamiz. Ya'ni kelgusidagi vaziyat noaniq bo'lgan sharoitda deyapti. Demak, biz kelgusidagi vaziyatni aniq bilmaymiz. O'shaning uchun bu yerda noaniq eslab qolamiz so'zini. Endi pirovard natija yaxshi bo'lishiga umid bog'lab deyilyapti. Ya'ni pirovard deganimiz yakuniy. Demak, umid qilamizki, yakuniy natija yaxshi bo'ladi. Endi tadbirkor, demak, mol-mulkini yoki foydasini qisman yoki to'liq yo'qotish xavfini o'z zimmasiga oladi. Shundan keyingina qaror qabul qiladi. O'shaning uchun ta'rifdagi bu so'zlar orqali siz ta'rifni eslab qolishingiz osonroq bo'ladi. Endi tadbirkorlik subyektining faoliyati bilan bog'liq tavakkalchilik turlarini mohiyati va kelib chiqish xususiyatiga ko'ra turkumlaymiz. Birinchisi, tabiiy jarayonlar bilan bog'liq tavakkalchilik. Ikkinchisi, ishlab chiqarish faoliyatiga oid tavakkalchilik. Uchinchisi, mahsulotlarni tashish va asrash jarayoni bilan bog'liq tavakkalchilik.
Keyingisi tijorat faoliyatiga oid tavakkalchilik hamda moliyaviy faoliyatga oid tavakkalchilik. Oxirgisi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy xususiyatdagi tavakkalchilik. Endi bu tavakkalchilik turlarini alohida ko'rib chiqamiz. Mana tabiiy jarayonlar bilan bog'liq tavakkalchilik rasmdan ham ko'ryapsiz, qanaqa holatlarda bo'ladi. Endi tabiiy jarayonlar bilan bog'liq tavakkalchilik asosan favqulodda yuz beradigan tabiiy ofatlar. Yer qimirlashi, yong'in, suv toshqini, jala, do'l, dovul, qurg'oqchilik va boshqa xavflar. Ikkinchi, tabiiy iqlimiy sharoitlar, ya'ni ob-havoni keskin o'zgarishi bilan bog'liq xavf-xatar va boshqalar. Endi ikkinchi turi ishlab chiqarishga oid tavakkalchilik. Ishlab chiqarishga oid tavakkalchilik oqibatida demak, ishlab chiqarish jarayonining izdan chiqishi yoki to'xtab qolish xavfi, moddiy resurslar bo'yicha ta'minotdagi uzilishlar xavfi, texnologik asbob-uskunalarni jismoniy va ma'naviy eskirishi, ishdan chiqishi va buzilish xavfi, bino inshootlarni yemirilishi, cho'kishi va qulashi bilan bog'liq xavflar, sifatsiz xom ashyo oqibatida yaroqsiz mahsulot ishlab chiqarish xavfi, mehnat xavfsizligiga rioya etmaslik oqibatida xodimlarni jarohat olish xavfi misol bo'ladi. Endi keyingisi mahsulotlarni asrash va tashishga oid tavakkalchilik. Bunga qanaqa sodir bo'ladi? Ya'ni transport vositalarida yuklarni tashish jarayonida ro'y berishi mumkin bo'lgan yo'qotish va nobudgarchiliklar, mahsulotlarni asrash jarayonida yuz berishi mumkin bo'lgan tabiiy me'yordagi va undan yuqori bo'lgan buzilishlar va nobudgarchilik xavfi, tovar moddiy qiymatliklarini o'g'irlash va talon-taroj qilish oqibatida ko'rilishi mumkin bo'lgan zararlar kiradi. To'rtinchi turi demak tijorat faoliyatiga oid tavakkalchilik. Bunga raqobat kurashiga bardosh bera olmaslik xavfi hamda mahsulot bahosining keskin pasayish xavfi kiradi. Endi moliyaviy faoliyatga oid tavakkalchilik. Bunga pulni qadrsizlanishi va inflyatsiya xavfi, investitsion sarflarning o'zini oqlamaslik xavfi, pul oqimlari va aylanma mablag'larning yetishmasligi xavfi, debitor va kreditor qarzlarni ko'payib ketish xavfi, qimmatli qog'ozlar qiymatini tushib ketish xavfi, qarzga olingan mablag'larni qaytara olmaslik xavfi misol bo'ladi. Hamda oxirgisi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy xarakterdagi tavakkalchilik. Mana rasmdan ham ko'ryapsiz. Endi bunga milliy mojarolar, harbiy to'qnashuvlar, g'alayonlar hamda terrorizm xavfi, ish tashlashlar, korrupsiya va jinoyatchilik xavfi, kutilmaganda soliq, bojxona va boshqa me'yoriy qonunchilik jihatlarini o'zgarishi, iqtisodiy beqarorlik va o'sish sur'atlarini pasayishi, eksport va import tartibini murakkablashtirish xavfi kiradi. Endi tashqi omillarga bog'liq bo'lmagan tavakkalchilik qachon yuzaga keladi? Nomi aytyapti, demak tashqi omillarga bog'liq bo'lmagan, korxonani o'zini ichidagi omillar orqali yuzaga kelishi mumkin bo'lgan sabablar. Endi bunga boshqaruv xodimlarini ishlab chiqarish, tijorat, moliyaviy va boshqa sohalarda noto'g'ri qaror qabul qilishi, xodimlarni tanlash va joyiga qo'yishdagi xatoliklar, xodimlarni o'z xizmat vazifasiga mas'uliyatsizlik bilan yondashuvi, subyektni rivojlantirish strategiyasi va biznes rejasini noto'g'ri shakllantirish, o'zini oqlamaydigan va aniq hisob-kitob qilinmagan loyihalarga qo'l urish, daromadlar va xarajatlarni doimiy nazorat ostiga olmaslik, biznesdagi tashqi sheriklarni tanlashga mas'uliyatsizlik bilan yondashuv, buxgalteriya hisobini to'g'ri va aniq yuritmaslik, hisobot shakllarini to'g'ri va aniq to'ldirmaslik, bozor konjunkturasini, raqobat muhitini, talab va taklif nisbatini, iste'molchilarning xatti-harakatini va boshqa omillarni doimiy kuzatib bormaslik sababida demak tavakkalchilik yuzaga keladi.
Endi tashqi omillarning ta'siri natijasida yuzaga keladigan tavakkalchilik turlari subyekt boshqaruvchilari yoki xodimlarning xatti-harakatlariga bog'liq bo'lmay, ko'pincha favqulodda shart-sharoitlarni ta'sirida yuzaga keladi. Endi tavakkalchilik turlarini ilmiy asoslangan tavsifnomasini ham ko'rib chiqamiz. Bu yerda qanaqa demak tasniflangan. Bu yerda endi sof tavakkalchilik, chayqovchilik tavakkalchiligi, ishlab chiqarish bilan bog'liq tavakkalchilik, savdo bilan bog'liq tavakkalchilik, tizimli tavakkalchilik, selektiv tavakkalchilik hamda kredit tavakkalchiligi kabi turlari mavjud. Endi har birisini alohida izohlab ketamiz. Birinchi turi sof tavakkalchilik. Ya'ni bu yerda salbiy, zarar ziyon yoki nol natijaga erishish ehtimolini bildiradi. Bunday turdagi tavakkalchilikka tabiat, ekologiya, siyosat, transport va qisman tijorat bilan bog'liq tavakkalchiliklar kiradi. Mana tabiat bilan bog'liq tavakkalchilik, ekologiya bilan bog'liq tavakkalchilik, siyosat bilan bog'liq tavakkalchilik, transport bilan bog'liq tavakkalchilik hamda tijorat bilan bog'liq tavakkalchiliklar sof tavakkalchilikni tashkil qiladi. Ikkinchi turi demak chayqovchilik, spekulyativ deymiz, tavakkalchilik. Bu yerda endi ham salbiy, ham ijobiy natijaga erishish ehtimoli mavjud bo'ladi. Bu turdagi tavakkalchilikka moliya bilan bog'liq bo'lgan ikki turdagi, ya'ni investitsiya va pulni sotib olish qobiliyati bilan bog'liq bo'lgan tavakkalchiliklar kiradi. Mana bu yerda moliya bilan bog'liq tavakkalchilik, ya'ni bu ehtimol qilinadigan moliyaviy zararlar bo'lib, u o'z navbatida investitsiya va pulni sotib olish qobiliyati bilan, shuningdek inflyatsiya va valyuta bilan bog'liq bo'ladigan tavakkalchilik turlariga bo'linadi. Demak, moliyaviy tavakkalchilik, chayqovchilik tavakkalchiligini asosi, endi buni o'zini ham ikkita tavakkalchilikka bo'lyapmiz. Birinchisi inflyatsiya bilan bog'liq tavakkalchilik, ya'ni bu olingan daromadni qadri yuqori inflyatsiya oqibatida tezroq qadrslanishini bildiradi. Keyingisi valyuta bilan bog'liq tavakkalchilik. Bu chet el valyutasi kursini o'zgarishi oqibatida ko'riladigan katta zararni bildiradi. Bu tavakkalchilik eksport, import operatsiyalarini, shuningdek valyuta operatsiyalarini baholashda o'ta zarurdir. Uchinchi turdagi tavakkalchiligimiz ishlab chiqarish bilan bog'liq tavakkalchilik. Ya'ni bu ishlab chiqarish jarayoni to'xtab qolishi yoki bir maromda ishlamayotganligini, texnologiyaning buzilishi, sifatsiz xomashyo oqibati yoki xodimlarni sifatsiz ishlashlari evaziga demak ehtimol qilinadigan zarar yoki qo'shimcha xarajatlarni tashkil qiladi. To'rtinchi turi demak savdo bilan bog'liq tavakkalchilik. Bu o'zaro to'lovlarni kechiktirilishi, shartnoma shartlarini bajarilmasligi oqibatida ehtimol qilinadigan zarar yoki olinmaydigan daromad hisoblanadi. Beshinchisi tizimli tavakkalchilik. Ya'ni u yoki bu bozorda konjunkturaning yomonlashuvi yoki tushib ketishi oqibatida ehtimol qilinadigan zarar. Bu tavakkalchilik investitsiyani aniq bir obyektga emas, balki muayyan bozor. Misol qilishimiz mumkin valyuta bozori, ko'chmas mulk bozorini uchun barcha qo'yilgan mablag' bo'yicha tavakkalchilikni ifodalaydi. Bunda investor katta zarar yetkazmasdan turib, o'z mablag'ini qaytara olmaydi. Tizimli tavakkalchilik usulida investitsiyani qaysi bir aktivga, masalan aytishimiz mumkin qimmatli qog'ozlar yoki ko'chmas mulkka tavakkal qilib sarflashi maqsadga muvofiqligi aniqlanadi. Keyingi turi selektiv tavakkalchilik. Ya'ni u yoki bu bozorda investitsiya obyektini noto'g'ri tanlab olinishi oqibatida ko'riladigan tavakkal zarar yoki boy beriladigan naf. Masalan, qimmatli qog'ozlar portfelini shakllantirishda fond birjasidagi qimmatli qog'ozlarni noto'g'ri tanlash oqibatida ko'riladigan zarar shunday tavakkal turiga kiradi. Hamda 7-chi kredit tavakkalchiligi. Bu yerda qarz olgan tomonning o'z majburiyatlarini to'lay olmaslik xavfi. Bank yaxshi foyda ko'rishi uchun kreditlash xavfini kamaytirishi shart. Bank hamisha qarzni o'z vaqtida va foiz bilan qaytarib kelishi qay darajada mumkinligini nazarda tutib tavakkalga boradi. Bunday tavakkalchilikka kreditni to'lash muddatini kechiktirish yoki obligatsiyalarga to'lashni muzlatib qo'yish misol bo'ladi.
Mana shu turlari ilmiy asoslangan tavsifnomasi hisoblanadi. Rasmlarni ham tahlil qilib qo'yasiz. Endi tavakkalchilikdagi xavf darajasini aniqlash, uni oldini olish yo'llarini izlab topish va uni oqibatida yuz berishi mumkin bo'lgan zararlarni pasaytirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishga oid faoliyatni tavakkalchilikni boshqarish tizimi deb ataymiz. Tadbirkorning tavakkalchilikni boshqarish doirasidagi faoliyati o'z korxonasini uning daromadligiga tahdid soluvchi tavakkalchiliklar ta'siridan himoya qilishga yo'naltirilgan. Tavakkalchiliklarni boshqarish jarayonida asosiy e'tibor tadbirkorlik tavakkalchiligini baholashga qaratiladi. Xo'sh, tavakkalchilikni baholash deb nimaga aytamiz? Bu tavakkalchilik darajasini miqdori yoki sifat o'lchamlari bilan aniqlashdir. Demak, tavakkalchilikni boshqarish jarayoni bilan tanishamiz. Mana bu sxemamizda tahlil qilamiz. Demak, bu yerda biz oddiy misol olamiz. Qulayroq, demak, do'kon ochishni oladigan bo'lsak, bir pastda mana tahlil qilamiz. Birinchisi taxminiy tavakkalchilikni aniqlash. Ya'ni do'kon ochmoqchi bo'lgan odam quyidagi tavakkallarni ko'radi. Xaridor kam bo'lishi mumkin, raqobatchilar ko'p bo'lishi mumkin, mahsulot sotilmay qolishi mumkin. Ya'ni bu bosqich tavakkalchilikni aniqlash bosqichi deyiladi. Ikkinchi, demak, bosqichi tavakkalchilikdagi xavf ehtimolini tahlil etish va baholash. Ya'ni u o'ylaydi, xaridor kelmaslik ehtimoli qanchalik yoki zarar qancha bo'lishi mumkin. Masalan, aytishimiz mumkin, 40% ehtimol bilan savdo sust bo'lishi mumkin. Ya'ni bu xavfni baholash. Uchinchi, demak, xavfni oldini olish yoki pasaytirish imkoniyatlarini belgilash. Demak, do'kon egasi qaror qiladi. Aytishimiz mumkin, arzonroq joydan ijara olishni, talab yuqori bo'lgan mahsulotlarni tanlashni yoki reklama qilishni. Bular hammasi xavfni kamaytirish choralarini aniqlash hisoblanadi. Keyingisi, demak, tavakkalchilikni boshqarish usullarini tanlash. Ya'ni aytishimiz mumkinki, bir usuli masalan kichik kapital bilan ish boshlash yoki mahsulot turlarini ko'paytirmaslik yoki aksiya va chegirmalar qilish. Ya'ni buni boshqarish usuli shulardan bittasi tanlanishi mumkin. Endi keyingi bosqichi tanlangan usullarni qo'llash. Masalan, aytishimiz mumkin, do'kon ochildi yoki reklama qilindi, chegirmalar joriy qilindi. Ya'ni bu qarorni amalga oshirish bosqichi. Endi yakuniy bosqichi, demak, natijalarni tahlil etish va baholash. Endi aytadigan bo'lsak, 2-3 oydan so'ng natijalar tahlil qilinadi. Foyda bormi yoki yo'qmi? Qaysi mahsulot yaxshi sotilyapti? Yoki bo'lmasa raqobat qanaqa? Hammasi tahlil qilinadi. Bu natijani baholash hisoblanadi. Endi bundan xulosa qilishimiz mumkin, tavakkalchilikni boshqarish, xavflarni aniqlash, baholash, kamaytirish va natijani tahlil qilish orqali ongli qaror qabul qilish jarayoni hisoblanadi. Endi tavakkalchilikni taxminiy ehtimolini aniqlash turli yo'llar bilan amalga oshirilishi mumkin. Asosan ilmiy adabiyotlarda tadbirkorlik tavakkalchiliklarini baholashni 4 usuli keltiriladi. Birinchisi mana statistika usuli, ikkinchisi ekspert usuli, uchinchisi analitik usul hamda to'rtinchisi kombinatsiyalashgan usul hisoblanadi. Demak, bularni tahlil qilamiz. Statistik usul, ya'ni statistik usul deganda korxona va tarmoqdagi boshqa turdosh korxonalarni bir necha yillik faoliyati davomida yuz bergan tavakkalchilik hodisalari hamda ular natijasida ko'rilgan zararlar darajasi o'rganib chiqiladi. Oddiygina aytadigan bo'lsak, bu usul o'tmishdagi real ma'lumotlarga asoslanadi. Masalan, oldingi yillardagi daromad va zararlar tahlil qilinadi. Aytadigan bo'lsak, sonli ma'lumotlar asosida ehtimol aniqlanadi. Masalan, oldingi 5 yilda 2 marta zarar bo'lgan, bu xavf ehtimoli yuqori. Endi afzalligi bu usulimizni aniq va ishonchli hisoblanadi.
Kamchiligiga keladigan bo'lsak, har doim ham yetarli ma'lumot bo'lmasligi mumkin. Ikkinchi usulimiz demak ekspert usuli. Endi bu usul mutaxassislar fikriga asoslanadi. Masalan aytadigan bo'lsak, bu yerda tajribali tadbirkorlar, iqtisodchilar fikri e'tiborga olinadi. So'rovnoma deymiz, baholash orqali ehtimol aniqlanadi. Masalan, mutaxassislar bu loyiha xavfli deb baholashi bu ekspert usuliga misol. Endi buni qanday afzalliklari bor? Ya'ni bu dastlab yangi sohalarda qo'llasa, e, demak, ustuvorlik berishi mumkin. Kamchiligi bu subyektiv bo'lishi mumkin. Uchinchi usulimiz demak analitik usul hisoblanadi. Ya'ni bu endi iqtisodiy matematik usullar, vaziyatli ish o'yinlari va ehtimollar nazariyasidagi modellar yordamida tavakkalchilik darajasiga baho beriladi. Ya'ni aytadigan bo'lsak, bu yerda asosan iqtisodiy matematik hisob-kitoblar qilinadi. Masalan, formula va modellar qo'llaniladi. Xarajat, foyda deymiz, rentabellikni hisoblaymiz. Masalan, foyda kutilganidan past bo'ladigan bo'lsa, xavf yuqori deb baholanadi. Hamda oxirgi usulimiz bu kombinatsiyalashtirilgan usul. Demak, yuqoridagi keltirilgan barcha usullarni yoki ulardan bir nechtasini qo'llash orqali amalga oshiriladi. Endi bunda asosan eng to'liq va aniq natija beradigan usul deyishimiz mumkin. Aytamiz, statistik ma'lumotlar tahlil qilinadi, ekspertlar fikri e'tiborga olinadi, hamda hisob-kitoblar bajariladi. Afzalligi bu eng ishonchli usullardan biri hisoblanadi. Endi kamchiligiga keladigan bo'lsak, bu usulimiz ko'proq vaqt va resurs talab qiladi. Endi bunga xulosa qiladigan bo'lsak, tavakkalchilik ehtimolini aniqlashda statistik, ekspert, analitik va kombinatsiyalashgan usullar qo'llaniladi. Har bir usulning o'ziga xos afzallik va kamchiliklari demak mavjud bo'ladi. Endi tavakkalchilikni yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan, jiddiy zarar tug'diradigan va o'ta xavfli darajalari mavjud bo'ladi. Demak, bu darajalarini qanaqa farqlaymiz? Birinchi ko'radigan bo'lsak, yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan tavakkalchilik darajasi. Ya'ni ko'rilgan zararlar miqdori korxonani haqiqatda erishgan sof foydasi miqdoridan oshib ketmagani ma'qul. Mana formulasini ham ko'ryapsiz, zarar miqdori sof foydadan kichik. Ikkinchi turi demak jiddiy zarar tug'diradigan tavakkalchilik darajasi hisoblanadi. Endi bunda ko'rilgan zararlar miqdori korxonani sof foydasidan oshib ketadi, ammo joriy likvidlikni ta'minlaydigan aktivlar qiymatidan oshib ketmasligi lozim. Mana ko'ryapsiz, o'rtada zarar miqdori turibdi, ya'ni u sof foydadan katta, lekin joriy likvidli aktivlardan kichik. Endi shu yerda tushuntirib ketaman, joriy likvidli aktivlar nima? Ya'ni bu korxonani qisqa vaqt ichida, odatda 1 yilgacha deb aytishimiz mumkin, naqd pulga aylantirib, qarzlarni to'lashi mumkin bo'lgan aktivlar hisoblanadi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, ya'ni tezda pulga aylanadigan mulklar. Nimalar kirishi mumkin bunga? Naqd pul yoki bank hisob varag'idagi mablag'lar bo'lishi mumkin. Yana qisqa muddatli debitorlik qarzlari bo'lishi mumkin. Ombordagi tez sotiladigan tovarlar bunga kiradi. Endi agar korxona butun qarz to'lashi kerak bo'ladigan bo'lsa, aynan shu aktivlardan foydalanadi. Endi 3-darajasi o'ta xavfli tavakkalchilik darajasi hisoblanadi. Bunda ko'rilgan zararlar korxonani joriy likvidligini ta'minlaydigan aktivlari qiymatidan oshib, xususiy kapitalga tenglashtirilishi ham mumkin. O'ta xavfli tavakkalchilik oqibatida korxonani bankrotlikka uchrash ehtimoli vujudga keladi. Mana formuladan ko'ryapsiz, joriy likvidli aktivlar zarar miqdoridan demak kichik, lekin bu yerda mana xususiy kapital zarar miqdoridan demak katta. Endi joriy likvidli mablag'li aktivlarni bildik nimaligini. Xususiy kapital deganda nimani tushunamiz? Ya'ni bu korxona egalariga tegishli bo'lgan mablag'lar, ya'ni o'z mablag'lari deb aytsak ham bo'ladi. Korxonani o'zini boyligi, qisqacha aytadigan bo'lsak, uni tarkibiga nimalar kiradi?
Ya'ni ustav kapital deymiz, jamg'arilgan foyda yoki aytishimiz mumkin zaxira fondlarini. Endi bularning barchasi qarzlar to'langandan keyin qoladigan mablag', ya'ni xususiy kapital deb aytiladi. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, mana xususiy kapitaldan e, demak zarar miqdori kichkina bo'ladigan bo'lsa, bu o'ta xavfli tavakkalchilik darajasi hisoblanadi. Endi ko'rilgan zarar miqdori korxonani xususiy kapitaldan oshib ketganda, mana pastdagi formula, endi zarar miqdori xususiy kapitaldan oshib ketdi mana. Demak, bu paytda korxona to'lovga qobiliyatini yo'qotadi yoki qisqacha aytadigan bo'lsak, bankrot darajasiga kelib qoladi. Demak, mana shu darajalarini yana o'zingiz ko'rib qo'yasiz, eslab qolishga harakat qiling. Endi tavakkalchilikni baholashda koeffitsiyentlardan foydalanish mumkin. Ya'ni sof foydaga, joriy likvidli mablag'lar va xususiy kapitalga nisbatan tavakkalchilik koeffitsiyentlarini hisoblash mumkin. Mana bu yerda formula orqali ifodalangan. Mana bu KFC, ya'ni bu sof foyda. ZM deganimiz mana ko'rilgan zarar miqdori hamda SF foydani sof, korxonaning sof foydasi deymiz. Endi bunisi demak joriy likvidli mablag'lar, mana zarar miqdori, bu yerda joriy likvidli mablag'lar, keyin mana zarar miqdori, keyin xususiy kapital. Mana shu yerda chiqadigan koeffitsient e'tiborga olinadi. Mana K koeffitsiyenti. Buni pastda ko'rib chiqamiz keyingi slaydda. Demak, yuqoridagi formulaga e'tibor qilasiz. Endi tavakkalchilik koeffitsiyentini hisoblashda quyidagi holatlarga e'tiborli bo'lish kerak. Agar sof foydaga nisbatan hisoblangan tavakkalchilik koeffitsiyenti birdan ortib ketsa, ko'rilgan zarar yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan darajadan ortib, jiddiy zarar tug'diradigan tavakkalchilikka aylanganini bildiradi. Va zarar miqdorini korxonani joriy likvidli mablag'lariga nisbatan solishtirish zarurati tug'iladi. Endi ikkinchi formuladagi joriy likvidli mablag'larga nisbatan hisoblangan tavakkalchilik koeffitsiyenti birdan ortib ketganda tavakkalchilik darajasi korxona uchun o'ta xavfli ekanidan dalolat beradi va zarar miqdorini xususiy kapital bilan solishtirish zarurati tug'iladi. Har uchala formulada ham tavakkalchilik koeffitsiyentlari birdan kichik yoki teng bo'lsagina hisoblanayotgan tavakkalchilik mezoniga mos keladi. Mana yana bitta qaytib ketamiz. Mana shu koeffitsient demak birdan kichik yoki birga teng bo'lsagina bu mezonga mos keladi. Agar mana bu yerdagi koeffitsiyentimiz birdan ortib ketadigan bo'lsa, bu tavakkalchilikning keyingi darajasini ko'rib chiqishga majbur bo'lamiz. Agar joriy likvidli mablag'larga hisoblangan koeffitsiyentimiz birdan oshib ketsa, mana bu yerdagi keyingi tavakkalchilik demak darajasini tahlil qilishga zarurat tug'iladi. O'shaning uchun iloji bo'lsa mana shu birga teng yoki kichik bo'ladigan bo'lsa, bu mezon asosida hisoblanadi. Endi korxonalarda tavakkalchilikni boshqarish yoki buni aytishimiz mumkin pasaytirish, kamaytirish usullariga nimalar kiradi? Birinchisi tavakkalchilikdan qochish, ya'ni xavfli faoliyatdan voz kechish deymiz. Bunga misol qilishimiz mumkin, masalan, xavfli bozorga chiqmaslik. Ikkinchi, tavakkalchilikni kamaytirish. Texnik, tashkiliy choralar deyilyapti. Endi bu yerda masalan sifat nazoratini kuchaytirish orqali kamaytirishimiz mumkin. Endi sug'urtalash. Bu yerda xavfni sug'urtaga topshirish haqida gap ketyapti. Aytishimiz mumkin, masalan, asosan bitta misol orqali omborni sug'urtalash. Bu orqali demak tavakkalchilikni pasaytirish. Keyingisi diversifikatsiya, ya'ni mablag'ni turli yo'nalishlarga bo'lish. Bir necha turdagi mahsulotlarni ishlab chiqish. Shu yerda esingizda qolishi uchun aytaman, hamma tuxumni bir savatga solmaslik. Demak, agar siz bu yerda bir necha mahsulot turlarini ishlab chiqaradigan bo'lsangiz, masalan, dunyoga mashhur ko'pchilik kompaniyalar aynan shu usuldan foydalanadi. Turli xil yo'nalishdagi demak mahsulotlarni ishlab chiqarish. Bu yerda bitta mahsulotda agar siz ishlab chiqaradigan bo'lsangiz, birdaniga zarar ko'rib bankrot bo'lib qolishingiz mumkin. Agar shunga masalan talab bo'lmaydigan bo'lsa yoki bozordagi o'zgarishlar oqibatida, agar siz mana shunaqa qilib
Bir necha tur mahsulot ishlab chiqaradigan bo'lsangiz, bittasidan ko'rilgan zarar ikkinchisini qoplaydi. O'shaning uchun diversifikatsiya usuli ma'qul usullardan biri hisoblanadi. Keyingisi riskni bo'lishish, ya'ni sheriklar bilan riskni bo'lishish deymiz. Bu yerga misol qilishimiz mumkin, masalan, loyiha asosida ishlash. Hamda oxirgi demak chora deymizmi buni kamaytirish usuli limitlash, ya'ni zarar chegarasini belgilash. Ya'ni bu yerda endi bitta loyiha uchun maksimal limitni belgilab olish. Demak, bu usullarimiz barchasi tadbirkorlar uchun muhim, ya'ni ular korxonalarda tavakkalchilikni demak pasaytirish, kamaytirish uchun foydalansa bo'ladi. Demak, bugungi mavzumiz uchun ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat. Yana o'ziz qo'shimcha ma'lumotlardan ko'rib, yana o'qib olasiz.